Bir paytlar ikki rohib bir-biriga va'da berishgan edi. Biz hech qachon ayol kishiga tegmaymiz deb. Shu kundan boshlab ular ayollar bilan har qanday aloqadan qochishdi. Hatto juda chiroyli ayollar yaqinlashsa ham shunchaki yo'llarini o'zgartirib ketishardi. Yillar o'tdi, lekin va'da buzilmadi. Bir kuni ular daryodan o'ta olmay qiynalayotgan juda go'zal bir ayolni ko'rib qolishdi. Hech narsa demasdan katta rohib oldinga chiqdi, ayolni ehtiyotkorlik bilan ko'tarib oldi, daryodan o'tkazib qo'ydi va xavfsiz joyga tushirdi. U tabassum qildi va dedi: "Yo'lingiz bexatar bo'lsin." Keyin hech narsa bo'lmagandek yo'lida davom etdi. Lekin yosh rohib hayratda qoldi. U indamadi, lekin ichida g'azab qaynardi. Qanday qilib u ayolga tegdi? Axir biz va'da bergan edik-ku. Ular soatlab davomida sukutda yurishdi. Oxiri yosh rohib portlab dedi: "Ustoz, biz ayol kishiga hech qachon tegmaslikka qasam ichganmiz, lekin siz uni quchog'ingizda ko'tardingiz." Qari rohib xotirjam javob berdi: "Men uni daryo bo'yida bir necha soat oldin qoldirib ketdim. Sen esa hali ham uni ko'tarib yuribsan." Shu ondayoq yosh rohib tushundi: eng og'ir yuklar qo'limizda bo'lmaydi, ular ongimizda yashaydi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Next kanalga obuna bo'ling.